Tafsirim muyassar. Ey payg'ambar, azobga aldirab ketgan ashu kofirlarga, sizlarga kechida yoki kunduzda, uxlayotgan yoki o'yg'oq chig'inglarda Rahmon Allohning azobi tushsa, sizlarni u azobdan hech kim saqlab qololmaydi degin. Balki u kofirlar Qur'ondan va Rabbining vaz nasihatlaridan g'aflatdadir. Yoki ularning o'zlarini bizning azobimizdan qo'g'dab qoladigan ma'budlari bormi? Ularning ma'bud da'vogan narsalari o'zlarini qo'g'diyolmaydigan tursa, boshqalarni qandoqmi qo'g'diya olasin? Ular bizning yordamimizga erisholmaydi. Bu kofirlar va ularning ajdodlari bizning ularga ko'p mol dunyo va farzand ato qilganligimizga, ularning umrini uzun qilganligimizga va ularni jazolashni kechiktirganligimizga aldanib qolganlikdan kufrni davomlashtiraverdi. Kufrligimizning jazosini tatmaymiz deb o'ylab qoldi. Chunki ular burunqi kofir qavmlarning beshiga kelganlaridan g'aflatdadir. Allah mushriklarni mag'lub qilib, ularning ziminining atrofini qadam-qadam taraytib kelayotgan tursimu, ular g'aflatda turmoqda. Mekkening kofirlari Allohning qudratidan halqib ketalamdi yoki o'limdan qechib qutula olamdi. Ey payg'ambar, qavminga men sizlarni azobdan faqat menga kelgan vahiy Qur'on bilan ogohlantiryapman degin. Ammo bu kofirlar ogohlantirilgan chaqda o'zlariga anglatilgan haqiqatni ko'ngil qo'yib anglab foydalanmaydi. Agar u kofirlarga Rabbingning azobidan ozroq bir narsa yetsala, o'zlarining inkorchiligining oqibatini albatta biladi. Allohga shirik keltirib o'zlariga zulm qilinganligi uchun o'zlariga halokat tilab, "Voy esit, biz rostli o'zimizga zulm qildik" deydi. Allah qiyomat kuni kishilarning amallarini tortish uchun adolat tarozilarini o'rnatadi. Ularga yoki ulardan boshqalarga qilchi uval qilinmaydi. Birovning qichi chog'liq yoki yaxshi yoki yomon amali bo'lsa-mu, u kishi uning mukofotini yoki jazosini to'liq ko'radi. Allah bandalarining amallarini sanashga va uningga mukofot yoki jazo berishga yetarlikdir. Sheksizki biz Musa bilan Harunga o'zlarining haq payg'ambar ekanligini isbotlaydigan dalil pokit Fir'avnga qarshi nusrat ato qildik. Ularga yana haq bilan botilni ayirib beradigan, taqvodorlarga yetakchi bo'ladigan nurliq kitob Tavrotni ato qildik. Ular hech qanday inson yo'q xilvat joyladimi Rabbidan qo'rqadigan, qiyomat kunining azobidan qo'rqib titraydigan kishilardir. Allah Muhammad alayhissalomga nozil qilgan bu Qur'on nasihatni qabul qiladigan, Allah buyurgan ishlarni o'rindab, Allah to'sqan ishlardan yiroq turadigan kishilar uchun vaz nasihatdir. Bu Qur'on yaxshiligi ko'p, foydasi zo'r kitobdir. Qur'on haqiqatan shundoq ochiq va ro'shan tursa-mu, yanada sizlar uni inkor qilamsizlar. Sheksizki biz İbrahimga Musa ve Harun'dan burunlu hidayet ato qilgan edik. U kishilarni hidoyatga da'vat qilgan edi. Uning bu ishga loyiq ekanligini bilatdik. İbrahim o'z vaqtida otasiga va qavmiga sizlar o'z qo'linglar bilan yasab chiqib cho'qinayotgan bu butlar nima dedi. Ular biz ota-bobollarimizning ularga cho'qinib kelayotganligini ko'rgan edik. Şuna bizmi ota-bobollarimizga agishib, ularga cho'qindik dedi. İbrahim ularga sizlar va ota-bobolaringlar mushi butlarga cho'qinib haqiqatdan tamoman yiroqlashib, o'p-o'chuq azg'unlikqa pattinglar dedi. Ular sen rostda vatamsan yoki chaqchaq qilyapsan dedi. İbrahim ularga aytdi. Chaqchaq qilganim yo'q. Aksicha men sizlarni ibodat qilishga da'vat qilayotgan Rabbinglar osmonlarning va zaminning egisi va yaratquchisidir. Men uningga guvohlik bergichilardanman. Allohning nomi bilan qasamki, sizlar qaytib ketgandan keyin men cho'qim butlaringlarga qarshi planlagan tadbirimni amalga oshiraman va ularni cheqib tashlayman. Nihoyat İbrahim butlarni cheqib parcha-parcha qilaverdi.
Ular qaytib kelib butlarni kimning chaqqanligini so'rab baqsin deb cho'ng butni qoldirib qo'ydi. Qavm qaytib kelib butlarning cheqilib parcha-parcha bo'lib ketganligini ko'rib, bir-biriga "Ilahlarimizni mundoq qilgan kim? U bizning ulug'lashga tegishlik ilohlarimizga cheqilishga jur'at qilganligi uchun haqiqatan zolim ekan" deyishdi. İbrahimning butlar haqidagi so'zini anglaganlardan biri İbrahim atliq bir yigitning ilahlarimizni ayıplaganligini anglagan edik dedi. Ularning katta boshlari İbrahimni ko'pchilikning oldiga olib kelinglar. Ular İbrahimning o'z qilmishlarini e'tirof qilganligini anglab guvoh bo'lg'ay. Bu guvohlik İbrahimga qarshi pokit bo'lg'ay dedi. İbrahim ularning oldiga olib kelindi. Ular İbrahimni ayıplab, ilahlarimizni, ya'ni butlarimizni cheqib tashlagan senmi dedi. İbrahim ularning hamoqatligini xalqi olam oldida namoyon qilib, ularni mat qilish uchun ularga balki ashu butlarni cheqib tashlagani mushu cho'ng butdir. Agar ular gap qila olsa yoki sizlarga javob bera olsa, ularning o'zidan so'rab beqinglar dedi. Bu vaqadan keyin ular o'ylanib ko'rib, o'zlarining o'puchiq ozg'unlikda ekanligini his qilishdi. Zodi ular o'zlaridan hech bir ziyon zahmatni to'sib qololmaydigan yoki chaqirg'uvchilarga javob berolmaydigan narsalarga qandoq cho'qinadi. Ular bir-biriga qoyib, asli zolim sizlar ekansizlar deyishdi. Ular shunday qilib, o'zlarining Allohga sherik keltirish orqali o'ziga zulm qilgan qavm ekanligini e'tirof qilishdi. Ondan ular uzunga qolmayla burunqi kufrligiga qaytdi. Ular o'zlariga qarshi pokitni İbrahim alayhissalomga qarshi pokit qilmoqchi bo'lib, ulardan qandoq so'raymiz? Sen ularning gap qilolmaydiganligini obdan bilasan-g'u dedi. İbrahim ularga butlarning eng bechora narsa ekanligini bildirib qo'yish uchun ularga qoyib, sizlar cho'qinsa qilchi foyda yetkazolmaydigan, tashlavasi ziyon yetkazolmaydigan narsalarga qandoqmi cho'qinsizlar? Esit, sizlarga va sizlarning Allohni qo'yib cho'qingan narsalaringlarga qandoq yomon ahvolda turayotganliginglarni o'ylab boqmamsizlar dedi. Ular İbrahimning pakitlari oldida yengilgandan keyin zo'ravonlikqa yuzlanib, agar sizlar rostli ilohlaringlarga yordam bermoqchi bo'lsanglar, İbrahimni o'tqa tashlab ko'ydiringlar dedi. Ondan ular cho'ng bir o't dövisini yondirdi ve İbrahimni onunğa tashladı. Ammo Allah İbrahimni qo'g'dab o'tqa, "Ey o't, İbrahimga so'g'uq ve amonlik bo'lib bergin" dedi. Natijada o'tda İbrahimga qilchi ziyon yetmedi. Ular İbrahimni halok qilmoqchi bo'lib edi. Allah ularning suiqasdini barbod qilib etdi. Ularni yengilgan ve rasvo bo'lgan ahvolga tushirib qo'ydi. Biz İbrahimni ve onunğa iman etgan Lutni Iroqdan qutqizib chiqib, biz ko'pligan yaxshiliklarni ato qilish bilan barakatli qilgan, ko'pligan payg'ambarlar o'tgan Sham zaminiga yetkazdik. Allah İbrahimga in'om qilib, uning duosini ijobat qildi ve onunğa İshaq ismli bir farzand ato qildi. Onunğa yana İshaq orqali Yaqub ismli bir nevr ato qildi. Allah İbrahim, İshaq, Yaqub qatorliqlarning hammasini itoatman yaxshi kishilar qildi. Biz İbrahim, İshaq ve Yaqub qatorliq payg'ambarlarni bizning amrimiz bo'yicha kishilarni Allohga ibodat qilishga ve onunğa itoat qilishga da'vat qiladigan peshvolar qildik. Ularga yaxshi ishlarni qilish, namozni mukammal o'qish, zakot berish haqida vahiy qildik. Ular bunga amal qildi. Ular bizga ibodat qiladigan kishilar edi. Lutqa payg'ambarlik, kishilarning o'rtasida to'g'ri hukm chiqarish iqtidori, Allohning amrini va dinini mukammal biladigan bilim ato qildik. Uning aholisi bachchavozlik qatorliq yomon qiliqlarni qiladigan Sadum shahridan qutqizdik. Chunki u shaharning aholisi mazkur qabih qiliqni qilish va ko'pligan gunoh ma'siyatlarni sodir qilish bilan Allohning itoatidan chiqib ketgan fosiq qavm edi.
Tafsiri muyassar. Bir grupi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020-yili yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.